hozirgi sotiladigan uyimizga kirib borishni mana ko'rsatib o'taman. Yunusobod 17-kvartal. Mana bu Sayram chorrahamiz. Mana bu Sayram, Korzinka, mana bu Xonsaroy Novostroykasi. Mana shu chorrahani o'zidan biz shunda o'ngga qayilamiz. Yo'lning uzidagi Bankovskiy domimiz. Mana o'ngga qayildik. Mana yog'imizda bizda Manzur Novostroykasi. Mana bu o'ng tarafimizga ko'rayotgan mana Bankovskiy domimizni 8-qavatida 150 kvadrat remont mebel texnikasi bilan tegdi. Nejiloy, havas, hamma narsalar tayyor ishlab yuradigan. Hammadan o'sha ichkariga dvorga kiramiz, охраняемая территория. Детский площадка, avtoparkovka, hamma narsasi bor. Sotuvimizda 4 xonali Bankovskiy domimizda 8-qavatda 150 kvadratli uyimiz chiqdi. Tayyor remont, ichida ko'rgan ba'zi jihozlarni hammasi qoladigan. Xullas, qarang, Yunusobod 17-kvartal Sayram chorrahadan o'ngga qayilsangiz yo'l yuzidagi Bankovskiy domimiz bo'ladi. Bu uyimiz aytib o'tganimda 150 kvadrat, egalari $1000 kvadratiga so'rashyapti. 150 kvadratimiz 150 ming dollarda bo'ladi. Qarang, asosiy pod'ezd naryodan kirib kelganimizda bu yoq tarafimizda bizda holimiz bo'ladi. Ikkita sanuzel, 4 ta xona. Mana shu kattagina holdan bu yog'imizda spalni, sanuzel, spalni, mana bu spalnining o'zida sanuzeli bor. Mana bu esa zal. Bitta ko'rib chiqaramiz. Qarang, pod'ezddan kirishimiz bilan prixожий mebel, dekoratsiya oyna o'ziligiga qarab chiqishligi. Bu yoqdan boshlaydigan bo'lsa oshxonamiz. 150 kvadrat endi tasavvur qilavering, hamma yog'imizda katta xonalarimiz bo'ladi. Har bitta xonada datchik o'rnatilgan, teplый pol, o'zingiz uchun temperaturalarni regulировка qilsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda mana tarafga bitta o'girinda mягкий zona, дополнительный o'tirib televizor tomosha qilishga, dam olishga yaxshi. Bu yoq tarafimizda o'tirib ovqatlanadigan zona. Bu yog'imizda esa встроенный кухонный garnituri, ovqat tayyorlaydigan zona va o'zimizning shaxsiy balkon terrasasi ham bor. Полностью решеткаlar, ограждение, безопасность qilingan. Mana bitta ko'rsangiz bo'ladi. Manzara ham juda ham chiroyli. Keling, davom etamiz. To'rxona 150 kvadrat. Remontlari zo'r. Xo'p, bu yoq tarafimizda esa bizda zal, mehmon kutadigan xonamiz, konditsionerlari bor. Bu zaldan panoramli boy ko'rsatgan joyimiz, balkon terrasamiz, manzara ham полностью ko'rinib turadi va bu yoqdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi, eshik bor. Ikkinchi xonamiz spalni. Keling, mana spalniga kiradigan bo'lsa, bu yoq tarafda уже bizda sanuzel. Spalnining o'ziniki, xona ham juda ham katta. Spalni garnituri, parda, gilam bular hammasi qoladigan. Mana shu holimizda общий sanuzelimiz. Kafellari qimmat, chiroyli, zo'r holatda turibdi. Kir mashinalar ham o'rnatilgan, prachishni, mebel, hamma narsa o'rnatilibdi. Keling, chap tarafga kiradigan bo'lsa, yana bitta spalni. 150 kvadratga to'rt xona, o'ynab, turib, yugurib, bola chaqa вообще mazza qiladigan uy. Bu yog'imizda mana oxirgi 4-chi xolisi spalni, xolisi детский. Aytganimdek, har bitta xonada reshotka безопасностьlari bor. Mana keling, holga qaytamiz. $1000 kvadratni metriga tayyor kirib yashaydigan, lokatsiyasi ham zo'r. Telefon raqamlari tezda aloqaga chiqasiz.